1960-yillar oxiri va 1970-yillar boshlarida Hind kinosida porlagan, ammo qisqa umr ko'rgan mashhurlardan biri bu Vimidir. Go'zalligi, nafosati va tabiiy mahorati bilan tomoshabinlar qalbini zabt etgan aktrisaning hayoti ham, san'ati ham qanchalik chiroyli, jozibali bo'lsa, taqdiri shunchalik fojiali va ayanchlidir. Vimi 1943-yilda Hindistonning Bengal shahrida tug'ildi. U badavlat, an'analarga sodiq panjoblar oilasida voyaga yetdi. Uning go'zalligi yoshlikdan ko'pchilikning e'tiborini torta boshlagan edi. Oilasidagi qattiq nazorat ostida o'sganiga qaramay, u modellik bilan shug'ullana boshladi va juda qisqa fursatda e'tiborni torta oldi. Aynan shu faoliyati orqali u Hind kinosi rejissyorlarining ham ko'ziga tashlandi. Vimi o'zining aktyorlik faoliyatini 1967-yilda mashhur rejissyor B.R. Chopra tomonidan suratga olingan Hamroz filmi bilan boshladi. Bu filmda u Sunil Dutt bilan birga bosh rollarni ijro etdi. Hamroz filmidagi roli uni bir zumda yulduzga aylantirdi. Film nafaqat tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli bo'ldi, balki Vimi ijrosi ham tanqidchilar tomonidan iliq kutib olindi va e'tirof etildi. Uning tabiiy ijro uslubi, muloyim nigohlari va o'ziga xos jozibasi uni boshqa aktrisalardan ajratib turardi. U Patanga, Panchayat, Abhilasha kabi filmlarda ham rol o'ynadi, biroq Hamroz darajasidagi muvaffaqiyatni boshqa filmlarda takrorlay olmadi. Afsuski, Vimi o'zidan katta bo'lgan ishbilarmon Shiv Agarvalga turmushga chiqdi. Turmushining dastlabki davrlari yaxshi o'tdi, ammo keyinchalik eri uning kino sanoatida ishlashiga qarshi chiqa boshladi. Bu qarshiliklar uning faoliyatini pasayishiga olib keldi. Turmushidagi ziddiyatlar, moliyaviy muammolar va ruhiy tushkunliklar uni alkogolga mukkasidan ketishiga turtki berdi. U kino olamidan asta-sekin uzoqlashdi. Rollar kamaydi, do'stlari tark etdi va oxir-oqibat kambag'allik ichida qoldi. Vimi 1977-yilda atigi 34 yoshida Mumbaydagi Nanavati shifoxonasida hayotdan ko'z yumdi. U o'limidan oldin mutlaqo yolg'iz edi. Uning dafn marosimi ham nihoyatda oddiy o'tdi. Aytishlaricha, uning jasadini dafn etish uchun shifoxona xodimlari aravachada olib ketgan. Bu holat Hindiston kino olamida katta shov-shuvga sabab bo'ldi va ko'pchilik yulduzlarning fojiali hayot tarziga e'tibor qaratilishiga turtki berdi. Vimi Hind kinosining eng yorqin, biroq eng qisqa umr ko'rgan yulduzlaridan biri bo'lib qoldi. Uning hayoti go'zallik va mashhurlik, yolg'izlik va mehrsizlik, muvaffaqiyat va mag'lubiyatlar qorishmasidan iborat. Bu bizga shuni eslatadi: shon-shuhrat doimiy emas. Insonlar o'rtasidagi mehr esa har qanday yulduzlikdan, har qanday shon-shuhratdan ustun. Yonimizdagi insonlarga e'tiborli bo'lish kerakligini eslatadi.